Assalomu alaykum mehribonlarim. Bugun lirik chekinish qilmasak bo'lmaydi. Maxsus bo'ydoqjonlar uchun bag'ishlangan. Tinglang. Bo'ydoqning dardi og'ir. Tunda uyqu kelmaydi. Ichidan o'tgan hisni o'zidan o'ziga bilmaydi. Tilla bering, zar bering, uni aslo olmaydi. Chunki xo'rning, go'zalning o'rnini bosmaydi. Uxlamaydi, tush ko'rmaydi. Yo'lda to'g'ri yurmaydi. Yesa ichga kirmaydi. Halovatni bilmaydi. Uylanmagan bo'ydoqning dardin hech kim so'rmaydi. Chunki ochiq ko'zlari dardini sira ko'rmaydi. Uylantiring bo'ydoqni, ko'rsin u ham hayotni. Mani qaqaldoq, baqaldoq bo'ydoqjonlarimga, promaxlarimga bag'ishlanadi. Shunaqa she'rlar bilan sizlarni mamnun qilib yuruvchi Akmaljon bo'ldi. Like podpiskani aymayapsizlar, ko'ryapman. Sizlar uchun mehnatdaman. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum hurmatli baqaloqlarim. Endi bugun men va nihoyat sevimli Marg'ilonimga keldim men bugun. Bugun xudo xolasa yayilmadan to'yda biz kuyov bolani. Endi bu kuyov bolani bugun tug'ilgan kuni deyapti. Nima deydi? Uylanish kuni tug'ilgan kun bilan bir xil kun ekanda. Bugun sening tug'ilgan kuning. Tabriklayman do'stim. Mana bola bugun svidetel xudo xolasa. Aka, endi tilaklarni daridan bo'lsin endi. Siz o'rtoqsizlar, sinfdoshmisizlar, qanaqasizlar? O'rtoq, ko'chada o'rtoq. Endi qani bitta zo'ridan tilaydi, u daridan hamma eslab qoladiganidan. O'rtoq, tabriklayman. Xudo xolasa qo'sha qarib, o'zlaringdan ko'payib zo'r bolalar bo'lishsin, tarbiyali bolalar bo'lishsin, tabriklayman. Birinchisi o'g'il bo'lsa, o'g'il. Bering aka, men operatorda ham olaman-da, hozir yangitmanglar. Mana tilaklarni ko'rdilar, zo'rlarini. Hozir so'raylikchi, nima uylanganmi, yo'q, uylanganmisiz yo'q? Yo'q. Battar bo'lgan bo'lsa, meniki lentim ekan. Xudo xolasa sizga ham kelaman shunaqa qilib. Ayazdan tortib olib ketamiz bo'ydali safidan. Bola kayfiyatlar zo'rmi? Endi 5-10 minut ag'va bo'lar ekan-a, baribir iloji yo'q ekan-a. Kelin so'kmadilarmi? Ukajonim, sizni tilagingiz o'tadi. Mana hozir uylanmagan. Endi Marg'ilonimiz o'zimiz bolalariga endi bitta qanaqa bir ko'ngildagi gap. Ko'pchilik uylanish mazzada boryapti, lekin. Hamma yo'qdan. Nechinchi yil? 2002. 2001larda bugun bu yil rekordi shekilli. Hamma shu 2002-2001lar to'yini o'tkazyapman. Qo'yilaman. Nima mavsumlaring kelibdi-mi haqiqatdan ham. Bitta ham haligi 2001 dona uchrab qoldi, bitta 2006da, qolgani 2001-2002-yillar xudo xolasa. Hammalaringizga shunaqa bir baxt tilaymizki, ashkiyo bolalarga xursand bo'lib yurishlik. Mashina nima deyapti, jigar? Ko'nglingizdagidaymi? Akam ham xizmatdalar mana xudo xolasa. Xizmatda yoryapmiz, lekin kuzatib borganlaringiz uchun mingdan ming tashakkur aytamiz. Xudo xolasa shu bolalardaqa baxtli bo'lib, baxt mashinasida ketishlik hammalaringizga nasib qilsin. Xudo xolasa biz shuni tarafdorimiz, harakatdamiz. Kuzatib borganlaring uchun rahmat.